Assalomu alaykum. Tinchmisizlar, qadrdonlar. Yaxshi o'tibsizlarmi, hormanglar? Ancha bo'ldi, bir ko'rishmagan videolar ham qilmadik. Xudo xolasa sekin-sekin hammasi bo'ladi. Ishlar ko'payib ketdi. Nasib bo'lsa inshaalloh. Mana yangi 2026 ni ham kutib oldik. Xudo xolasa hammasi o'ylaymanki yaxshi bo'lib ketadi degan niyatda. Bugun mana uchrashyapmiz. Xo'sh, bugun bizda soat necha bo'ldi? Soat hozir aytaman, soat necha bo'ldi? Soat 10:30 bo'libdi. 10:30. Bugun bir ish bilan bitta yerga keldik. Shu yerda Orange County degan joyimiz bor. Shunda juda ajoyib bir shaurma qiladi. Falastinliklarning shaurmasi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Tak mana. Mana shu shaurma Falastinlik shaurmasi 1-2 marta kelganmiz. Juda ajoyib. O'zi yarim soat bo'ldi ochilganiga. Hozir hech kim yo'q. Lekin bu rosa gavjum. Rosa zo'r mazali qilib pishiradi. Avvalam 2-3 marta kelganman. Ajoyib qiladi. Tak. Mana mashina shalicha. Hozir ko'ramiz. Hozir o'zimiz ham ertalabki nonushta, obed, shu bilan birga uyga ham olib ketamiz, xudo xolasa. Shunda ko'rsatayim dedim sizlarga ham. Hozir ichkariga kiramiz. Bu mana ko'ringlar, mana qaysi xalqqa shaurmasligini mana bilishingiz mumkin. Mana shu nimadan, masjiddan qarab bilsa bo'ladi. Bu shaurma falastinliklarning shaurmasi. Mana falastinliklar shaurmasi. Juda ajoyib. Los Angeles, Orange County shu taraflarda yashaydigan tanishlarga, xullas kim yashasa shu atrofda mana shu yerga ko'ringlar. Eng asosiysi halol. Halol. Mana bu menyulari bor. Narx-navolari. Mana oddiy mol go'shtli $11. To'g'ri $11. Aralash $12. Falafel deydi, $10 ekan. Hozir zakaz qilaylik, ko'ramiz. Narx-navolarni ko'rdik, hozir endi zakaz beramiz. Xudo xolasa mana bu o'tiradigan joylari bor. Tashqarilarda o'tirsa bo'ladi. 2 million beradi. Hozir zakaz beramiz. Zakaz qildik mana. Hozirda pulni to'laymiz. $8 shaurma zakaz qildik. Ikkita shu yerda, 6 olib ketishga. Thank you. Mana tayyor olib ketishga. Mana yo'l tayyorlayapti, mana bu yoqdan. Hozir shu yerda o'tiramiz.
Şavramızı aldık. İşte şavurma. Spesialni choychamizni ham qo'yamiz. Bu termizni mashinada olib yuraman. Issiqqina choy. Bismillah. Kelinglar. Mana odamlar ham o'zi yig'ilib boshladi o'zi. Ochilganiga 1 soat bo'lmadi hali. Odam bosib ketdi. Uch surat. Tashqarilarda ham turibdi odamlar poylab. Mashhurligi uchun ham arzon, boshqa yerga nisbatan ham mazalik. Shuning uchun odam ko'p. Bitta wrapi, ya'ni o'ramasi $11, boshqalarda $15, $10, $18. Shuning uchun ham odam ko'p. Anaqa qilishyapmiz. Bezi deydi. Odam ko'p keladi. Soat ertalab 11 bo'lamiz. Mana 11 bo'ladi. O'zi soat 10dan o'tib ochildi. Uyga ham oldik. Mana. Quruq ketmaylik dedik. Uygacha 1 soatlik yo'l taxminan mashinada. Hozir maza qildik. Endi uyga ketamiz. Sog'lasa. Odam ko'payib ketdi bu yerda. O'chat bo'lib ketdi mana. 1 soat bo'lmadi ochilganiga o'chiradi. Endi buni hidi chiqmasa bo'ldi. Yaxshisi orqaga qo'yaylik. Orqaga qo'yaylik, orqada. Tinchroq. Tamam, yanımıza olamiz. Yerimizde hem çay tugadi. Hammaning ishlariga omad. Sog'lik salomatlikda ko'rishguncha. Ops. Sog'lik salomatlikda ko'rishguncha. Xayr. Choy bor, choy ham to'kildi. Xudo xolasa tezroq yangi videolar tashlab turishga harakat etamiz. İşler ko'payib ancha nimalar bo'lib qoldik. Mayli, hammaning ishiga omad. Katta rahmat oxirigacha ko'rganingiz uchun.